Bu saatlik dersimizde bo'lsa şu Baidu'niki Tucson SDK'sini qanday ishlatish to'g'risida so'zlaymiz. Endi bu Tucson SDK degan joyda push ya'ni push. Masalan biz ma'lum bir yingni olsak, masalan ma'lum bir yingni olsak, stronglik pushlaklar, masalan motorniki va yoki boshqa o'zini fansiyotlarniki ma'lum bir yingni olsak, ustidan arqa pushlarni topshirib olamiz biz. Ma'lum hech qanday kelmaydi. Shuni hamda biz o'zimizniki qilmoqchi bo'lgan appga qanday ishlatamiz masalan desanfaniki bunda pushlarda bir qanchalar bor masalan pushniki desanfan Tucson SDK'da Tucson SDK deganda o'zinglar qilsangiz bo'ladi convention bo'lim bor pushmanlarda birsiga meni tavsiya qilganim Baidu Tucson yana birsiga aniki Youming deb qo'ydi Youming Tucson SDK. Ondan başka devamlı hızını baksanız burada, devamlı hızını baksanız burada tutuyorsanız tekini. Hem de bir gün kömekçi olmaz. Bizim işte Tucson SDK'lerini işletimiz, Baidu Tucson'daki SDK'sini kanday işletimiz. Ben de bunda Gongchon numarını kuraldım. Bunu iken de bonusum bolsa kom zerek demo puşa. Analiken bununki aktivitesi manifestinin içinde. Qaraydiğimizda bir tal aktivite bor. Anikan davsa bizda oldi bilan pushniki o'sha Baidu'ni SDK pushni qetish uchun cho'qim SDK'siga erishishimiz kerak. Endi bir SDK qanday hujjatlarni tarqatib bo'lsa, ko'proq platformalar jardan anadikan har xil so'q endi so'q deganimiz ko'ramiz so'q bo'lgan hujjatni ustida asosiyatan o'sha NDK muhitida yozib chiqqan CJJ hujjatlari ya'ni. Unda olsa bizda satxonada Baidu'niki push qanday erishimiz degan joyda push check Baidu check.com kirish orqali biz Baidu'niki bu yerga erishimiz push torbet kirish orqali biz Baidu'niki push torbetga kiramiz. Push torbetga kirganda qaraydigan bo'lsak Shaza SDK deb kirdi. Shaza SDK deganda qaraydigan bo'lsak mana Fudan iOS'niki, Android'niki, Java'niki, Python'niki hammasiki bor. Unda olsa bizniki niyati kerakchi bo'lganimiz mesela Android'niki bo'lsa unda olsa shu eng yaqinda mesela yangilangan mana 11-ayning 9-kuni yangilanmoqda. Unda olsa buni tushiradi. Bu tushirib qo'ygandan keyin unda shu hujjatni biz qilsak unda bir qancha hujjatlarga erishimiz biz ichida olishimiz. Endi bizga kerak bo'lgani shu LIBSniki ishchiliksi, ya'ni bu qaraydigan bo'lsak endi MySQL deganimiz internet servisi mas'ullar qog'ozlarni ham o'zing tordan izlab chiqsang bo'ldi. Unda olsa men navbatda shu uchunni kerak qilmaydi, hamma ma'lum qo'shib qo'yilgan. To'rtni kerak qilmaydi. Unda olsa buni qanday ko'chirib beramiz deganda o'zimizniki sistemni ostidagi LIBSniki ostiga tashlaymiz. LIBSniki ostiga tashlaymiz. Tashlagandan keyin biz navbatda dastlab birinchi qadamda unda olsa biz navbatdagi ishni qildik. Birinchi qadamda Zuyanni ko'chirib qildik. Undan boshqa nega qaraydigan bo'lsak, West deganning ichida o'zniki nurg'un push ishlatadigan nurg'un rasmlar bor, qator layoutlar bor. Bularni cho'qim ko'chirib kirishimiz kerak. Bo'lmay qolsa chatoq chiqadi. Endi ko'chirib kirgan chog'da biz alohida diqqat qilishimiz kerak. Lekin ko'chirib kirish jarayonida ba'zi narsalar cho'ntoq bo'lishi mumkin, tepishib qolishi mumkin, o'xshash narsalar. Shuning uchun biz misha kelgan chog'da bo'libmi resni valuesini ichida narsalar kelgan chog'da biz oldi bilan buni shunday hujjat ochadigan benchichida ichvelab biz BIOSdan mishaga ko'chirib kirsak bo'ldi, o'zimiz BIOSda ko'chirib kirsak bo'ldi. Bo'lmay qolsa biz avtomatiklarni qursak bo'ldi. Yoki bo'lmasa shunday bo'lmay qolganini BIOSda ko'chirib kirib bog'ini biz cho'qim o'zimiz mishada
kirib shunning keyiniga qo'shishimiz kerak ekan. Shunning keyiniga ya'ni Baidu Tucson deb yerga qo'shib biz mana shuni qo'shishimiz kerak. Buni qaraydigan bo'lsak, unaqa xato chiqdi, lekin xato chiqdi. Bu xato bunday desak, o'sha yerda app namesi bad edi. Bundan sonra biz buni o'chirishimiz kerak. Bundan boshqa qaraydigan bo'lsak, agar tarjima qilish loyiha qilib qolsam, o'sha xonashalarni biz tarjima qilsak bo'ladi. Chunki bizniki appniki asos nurg'un uyg'urcha bo'lganligini. Undan boshqa mau bir qator rasmlarni kirishimiz kerak. Rasmlarni kirishimiz kerak. Nimishga degandan birozdan men sababim tushunib qolmayman. Oldi bilan ishlarni biz ko'chirib ekanlar. Jo'niki ichidagi mana yespilta yavli. Nima tubiyosin demak, nima tubiyosin demak. Men layoutni ko'chirib ekran, layoutni ichidagi ko'chirib ekranni, chunki meniki main activity tepishmaydi. Men hozir dastlab qadamda ziyonlarni ko'chirib ekran bo'ldim. Bunda olsa men docs degancha qarayman, docs degancha qarayman. Bunda olsa men docs degancha keyin qo'shilsa degan qarayman. STK'de shu yondada, STK'de shu yondada. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda oldi bilan cho'qim biz API keyga erishimiz kerak, bir tal keyga erishimiz kerak. Cho'qim kayfardan chiqib, shunga yo'q qilib keyga erishdik. Unda olsa biz kayfardan chiqib, kayfardan chiqqandan keyin qaraydigan bo'lsak, men bosh betda mesela mahal kirgan qaraydigan bo'lsak, bu yerda download qilib qo'ygan ekan yoki download qilishni Chonjang deb bir sedanlama. Mishdan qaraydigan bo'lsak, endi bu yerda butun o'zimiz qurgan Chonjang chiqdi. Bu yerda Chonjang deb turibmiz. Endi olsam men bu yerga push demo deya yoki bo'lmasa zerek push demo deya. Amal babında sim qo'ygan chog'da etno sim bilan o'xshash bo'lishi kerak. Bu yerdan biz Androidni tanlaymiz. iOSni tanlagan chog'da iOSniki munosib hujjatlarni chiqarsa bo'ladi. Androidni tanlab, bu yerga bonusini yozamiz. Chon kerak push demo push buniki demo push. Nima? Push bo'lganki buni boston qilsak, biz niyatda mana boston qilib bo'ldik, ham bu yerga qaraydigan bo'lsak, yetishiyon deb turdi. Yetishiyon deb turdi. Agar buni o'zgartmoqchi bo'lib qolsak, mana new page'ni ichiga kirib, bu yerdan o'zgarsak bo'ldi deymizlar, buni o'zgarsak bo'ldi deymiz. Unda hozir men new page'ni ichiga kirib biz nereden APK K gelişimiz tamam mı? APK K gelişimiz. Ma APK ID, ma APK K tamam mı? Daha sonra ma ücret dediğine APK ID depte mi? Onunki APK K depte. Ha bu ikisi yarış boğan diken biz K fark düşümüz hem de K fark düşümüz. Çoğunca boğan diken bana project'im bana kurvaldı. Project'im bana kurvalgan diken ma o soğukluğunu biz mundarjida shundoq andiki bu cho'qim manifestni ichiga dedi. Manifestni ichiga permissionni qatlaydi. Unda olsa bu permissionni biz qatlaylik. Ko'chirdim. Men manifestni ichiga kirib permissionni biz qatlaylik. Permission qilib bo'ladi, permission qilib bo'ladi. Niyada manifest Zaten çalıyor zaten.
Dedi. C ve C oyuncu yöneye ne? Bunda olsa buna demek yok ne? Mane kendi mezmun olmuşsun değil ne? Biz miye gelen daha sonra çönşen kıtışta Berdo, Toyson S'deki şuya orada çönşen de çok ama inaklımları koşumuz gereken kim hepinin kazanılmış gibi sağlam nurgun çönşenli buldu. Mesela işlere akıl çönşenli mesela Berdo, Toyson S'deki çıkır etmiş dolap basak onda olsamış Toyson'un hemsini çıkır etsek buldu diye sulaklık gelince biz hazır ma baskışını bulduk. Ma baskışını bulgan diken bunda olsa Android manifestinin içine receiver'ını kurdaydı. Receiver bunda olsa my push message receiver deydi. Bunda olsa my push message receiver deydi. Bunda olsa ben MG package'den bunu kuraya com direct push da koya bunu astığa ben de olsa nasıl leydim bunu kuraya leydim bunu kurgan çağda dikkat kıldığımızda extends niyege çokum Beydon'un ki push'ne diyeceğim konuza Beydon'un push'un diyeceğim konuza bu demek ki o ne hem de bu mezmunluğunu biz maaşı Beydon'un S8'ini işletken çağda mışı maaş push'ne benzer maaş push'ne bir vasıta mışneki dımosunu işçinin takip çıksak oluyor dımosunu işçilik istersini Beydo push example my push mışını küçük çıksak oldu diyeyim size bir vasıta yes demez mi yani çok ama hava project ne biz video 8'likse geçişimiz gerek Amerikan havalarının ismini biz kurvagan dikaz kazaklara adamsak bizimki ama kançınızda tapamadım öyle bu yani yerde nüvette hazır biz kerek kılmayız bunu ya nüvette biz bu cache diyelim kerek kılmayız hazır nüvette bizimkiymiş APK'nin ki baş main activity'nin içpesi oluyor ya bizge main activity'nin içpesi oluyor qaraydigansak biz push'ni ekib bo'ldik. Push'ni ekib bo'lgan chog'da hali diqqat qilganimiz push extends push message receiver degan buni bo'lgan. Endi buniki bir qancha yuz bergan shu janrdan tanishtirilishi niyati bor. Qaraydigansak tanishtirilishi niyati bor. Ama unbind degan masalan shu niyatki cizne masalan niyatki shu jumlani shu Beydoniki shu push sistemisiga yani mulozimatiga chunmo bounding qilgan chog'da yuz berdi yani to'g'ri endi on message degani ma'lum bir uchurni qabul qilgan chog'da yuz berdi bizni bu kerak ko'ngil bildirganimiz shu ana undan boshqa notification click deydi bu Beydoniki o'ziniki ma'lum bir notification click qilgan chog'da yuz berdi agarda biz Beydon'dan notification ishlatmaymiz o'zimiz izdan chiqarmaymiz desak nima bu yerda biz bu yerda o'zimiz qabul qilib olgan ekan o'zimiz notification'ni dars prosesan bize sizga notification dars prosesan notification chiqarsak bo'ldi deymiz biz hozir navbatda bu layni qurib olgan ekan mana keyin qaraydigan bo'lsak cho'qib mana layni qurib olgan ekan mana receiverni ekkir deydi receiverni ekkir deydi endi cho'qib mishaga biz receiverni ko'chirib buni manifestning ichiga kirishimiz kerak buni manifestning ichiga kirishimiz kerak endi men manifestning ichiga kirishdim bo'laman men miyaga yana bir aniqlik berib qo'yay Baidu Toyson sticky aniqlik berib qo'yay endi miyada qaraymiz biz niyatda com direct push degan bog'ni ostida turibdi push degan bog'ni ostida turibdi endi ma'lumligiga o'ziniki qoidasi ham o'sha yozish qoidasi
receiver'ni izdirish qaysi. Onun kendi devamlık mağlanırsak mı? Zengjia push serialize page 的人表示在10.0以上版本 push serial 增加了一个语言 filter action 的10.4以上新增的 serial声音 command serialize 的olsa demek ki o ne? Şu push serialize'deki mişlana hemsini kat dedi. Biz aldığımda bunda yerimli gücüyle dosa mawo receiver se tüyden şuna ama dosa mawında biz push geldik push ne ki yani hem de miyada bir qancha xatoliklar yuz berdi chunki bizniki sisteminiki antuen qulayligini 14dan boshlanadi shuning uchun miyada bir qancha xatoliklar yuz berdi bizniki qanday xatolik degan joyda man kelsam miya qaraydigan sonda ba'zi xosliklari bizniki miya sistemi mos kelmagan miyaga basanglar mana qaraydigan bo'lsak o'xshash xoslik yuz berib qoldi lekin miyada degan nima tushundirish bergan miyada buni xosliklarni hammasini biz amalda nimdan ko'chirib kelsak yaxshi desam yanada shu demosidan ko'chirib kelgimiz endi demosiniga yana qaraydigan bo'lsak buni bani yozib qo'ygan tayyorligi ma example'ni ichidiksa mashq activity'ni cho'qim qatimiz aldı bilan biz yanıla pushna meselesini receiver'na meselesini qilaylik mawa endi demodika receiver mawa endi push cho'qim biz qatirganimiz mavma cho'qim biz qatirganimiz ma serialize'ni cho'qim biz qatirganimiz mawa date deganini cho'qim qatirganimiz unda olsa mana shu o'zimizniki receiver Müşahede basmak yapırken nasıl müşahede basmak katayı qasam qaraygansak normal oldu hem de biz bayatdan activity'ni qatındık activity'de cho'qim ikki activity'ni cho'qim qilishimiz kerak activity'ni katayı bu activity'da baydoniki birdamdiki sinov qilganchalik ko'ramiz Fumeti de parxal pushyollash reja chekilib shu xilaqat yo'lsabında. Unda olsam ostiga alayda diqqat qilganimiz Conversion shindiki APK deydi. API key deydi. API key deganimizda musha mana musha ko'chirib, meni fo'jirganimiz ko'chirib, musha chaptasak bo'ldi. Biz hozir navbatda mush pushniki pagesini qilib bo'ldik. Unda olsa pushniki qo'zg'atmadik biz. Unda olsa pushni qanday qo'zg'atdimiz degan joyda yerden açık gider yine. Bunda kaldı. Biz hozir qayta qo'zg'atmadik pushni qo'zg'atmadik unda hozir biz pushni qanday qo'zg'atamiz degan joyda push manager'niki start work orqali biz pushni qo'zg'atamiz unda biz yanıla demo'ga qaraylik biz mavi costume activity demo activity'ni cheklab qaragan bo'lsak
Ne qarayamsak ne? Start work, push contents, login, type API key dedim ki. Nöbetdeki utility get meta value manifestleştirdiki value'sini eleştirince bir arqalab shuni qo'zg'atamiz biza. Bundan sonra men bu yerga yozib qo'yib shuni import bu utilitysini biz bu yerga o'chirib kirib clone select crop ishni ko'chirib qo'yaylik mana. API deganimizni qilib o'zgartirib, agar o'zgartish to'g'ri kelib qolsa, biz mana shu ikkisini o'xshash o'zgartiramiz. Miyani masalan, ma'lum bo'lishlab, miyani shu holatda ikkisi o'xshash o'zgarishi kerak. Navbatda biz active pushni hamda ekir bo'ldik, pushni ekir bo'ldik. Bundan sonra biz qo'zg'atib, normal qo'zg'atib qo'yganimizni paqadan ma'no o'xshatmaydi, ma'no o'xshatmaydi. Qo'zg'atganimga qaraydiganimizda bizniki pushdimi, activity qo'zg'atadi. Bundan sonra bunaqa zodi qanday pushni yo'llab ko'ra taqimi degan men undan sonra baydoga kirib qanday push yo'llaymiz degan chog'da agarda biz masalan C# masalan PHP ga yoki Java ga bizlar push qo'ygan bo'lsak, baydoniki PHP yoki Java'dagi fulldan cho'nchusini yozsak, bevosita o'zimizniki full text turiblar, bevosita yo'llaymiz. Agarda unda fursat bo'lmay qolsa, bizda bo'lsa, yerdan o'zimizniki APK'sini chekib, transient tuysonning ichidan nima qaraydigansak, shu tuyson oldi va mana shu ba'zi biz transient tuyson qilamiz. Transient tuyson qilgan joyda yerdan biz nega masalan ama ishib ketdi deydi. Yerdan bo'lsa biz mesela anam şunlara bunda hesap niyega olti chiqib turdi. Anki niyadagi trading shobe debcha ma'lum bir siga yoki bo'lmasa mishadan ma'lum bir biochance bog'liga yoki bo'lmasa ma'lum bir nimasi bor. Buni qanday Windows'ni ko'rib davomli o'zingni izlansang bo'ldi. Ma'lum bir biochance bo'ldi, yo'qollarga ma'lum bir biochance bo'ldi. Masalan Wi-Fi deb ma'lum bir biochance beradigan yoki bo'lmasa ma'lum bir yo'qoniki channel ID'sini tutib olib turib shuni o'g'layotadigan yoki bo'lmasa Jingrong Tucson deydi ama yangi chiqqanikina ma'lum bir rayonga aylantirib rayonga ma'lum bir masalan Xinjiang rayonidagi masalan Qashqar rayonga aylantirmoqchi bo'lib qolsak, hatto Qashqarniki ma'lum shaharga noyasiga aylantirib ma'lum bir noyasiga aylantirib keladi. Mushu noyadagi barliq yo'qlar xizmat qilsin degandek. Endi biz miyadın so'yo shobini talab qilamiz. Miyadın vaqtini masalan qancha vaqtda belgilab qo'yamiz. Mushlarning hammasini fuchil qilib bo'ladi. Aniki miyada lisensiya o'shiradi. Agarda yonqo masalan ma lisensiya o'shiradigan nimasi desa, yonqo agarda masalan bugun to'g'ri chiqamadi. Tushunami? Bugun to'g'ri chiqamadi. Miyada biz 48 soat yoki 2 kun belgilab qo'ygansak, to'g'ri chiqqan bo'lsa, to'g'ri chiqib, baydo pushqa ulangan zaman avtomatik mashina topshirib oladi degan so'z. Bu bo'lsin qilib qo'ysak, masalan, lishen bo'lib qolsa, uni avtomatik xuliya qo'yadi degan so'z. Avtomatik uni bo'lmaydi. Nega qarayapsak mana bo'lsin net bizning tanlovimiz deb turamiz. Endi eng ko'p bo'lgan chog'da 7 kuncha bo'lsin qila oladi degan so'z. Undan boshqa men Gaudi sho'jini ichida qaraman. Bu yerda endi ovozni undan buni boshqa qo'yildi deganman. Ovozni undan buni boshqa qo'yildi. Agar o'zimizdan yaxshi so'rab qolsam, yetsidin yaxshi bo'lsa, bundan so'ng miyasi bevosita ma'lum bir turbikat narsalarga yakun qoldigan deganki, eng muhim yeri mana biz ko'pincha holatlarda masalan news id falanchi ochilgani, mana degan masalan actions view deb qo'ysak masalan yoki bo'lmasa mana degan masalan users
Palanchi bo'lib qolsa aslında. Muşlan hamısını alsak bundan daha sonra bizim Fucadzıdan yani mesela biz puşunu qabul qilgan chog'da bizimki puşunu qabul qilgan chog'da puşunu qabul qilgan chog'da yani bizniki bak costume content string deganga keladi bir tal JSON shaklida keladi bizlar mishadin JSON JSH qilib o'zimiz chiqarib olsak bo'ldi degan so'zda chiqarib olsak bo'ldi degan so'z. Endi navbatda bizniki ma'lum bo'ldimi? Qilib qo'ydik yana. Undan başka ne yani? Undan başka ben mapuşunu aldı bile yollayıp da ya mapuşunu yollayıp da aldı. Akaraydan olsak tüyson mesela tüyson şu birtal değil mi? Tüyson şu birtal değil. Monitor badinse maskemiz yaşıyor. Doğrusu biz maskemiz fanda koymuş deyince biz bir yerde sınav bakalım bu muşna meselesi mi başka meselesi mi biz mağanımı koşup ekranı mağanımı koşup ekranı. Çünkü ben yemeğe çıkıdığan gapni çıkmaktan. Demek bir şeyden bir hatalık var diyen sözde bir şeyde bir hatalık var diyen söz. Hem bu hatalık ne oldu sana? Belki tutturanlar görürüz. Bilmesin çalışmanı da tutturanlar. Niye kirgen çağda? Kozgatkan çağda hata kozgatkan. Karganca adam şu onun için aşağı şey ya onun için ki maske mi şey. Daha sonra bir yerden sistemden onun için koydu ya sistemden ki onun için koydu. Endi biz yerden neçademga badi ekan ama davda şu neçlik kitap hozircha hech qaysi qabul qilolmadik. Davda şu neçademga badi to'sonlik shanshisi mazmun limitda degandek nurg'un inson ko'p bo'ldi. Ondan başqa ma o shuqil meyti yani
full metti. Mana qarayamsak, mana full metti debçi biz bu yerden arka mobilden tanıyalayımız. Mesela mağfıl mobilden videosunu kıracakmış. Yani nurgun mezmun yazalayımız. Bu yerden mesela məlumatını tanıdım ben. Tanıgandaki mesela bu yerden Goji mobilden de tanıyacak. Film koyalayımız dinleyecek. G2 mobilden tanıdım. Tanıgandaki. Bir yerden məlumatını kıracak. Bundan da başka bir müşina ama biz key value'unu belirleyelim size. Full-Mete'de para tamamlayacağız demedim mi? Full-Mete'de biz bazı mazmunlarını müşahede ediyoruz tahtalarımızın size. Bunu ama okşaşmayalımdır. Rayondaki hatta mesela kızık şekil olmayan şimdi bu mavi rayonda nispeten mavi mesela Suha dedi mesela Gölçensi'nin dağılan bir qanchalar qalatmoqchi vaqtlar Gölçensi'nin dağılan Hello World deb qarama qo'zg'aldi. Qaradımsa ya biz çoxum bir yerini çalıq qıldıq da belki. Biz niye qarayganımızda bir sıçınma paydo bo'lib qoldi. Bu bizniki daymadagi xatoliklar, biz mana chiqarib bo'lganki update contentni biz joyin qildik. Update contentni joyin qilganda qaraydigan bo'lsak, main activity'ni biz
qo'zg'atdik. Main activity'ni qo'zg'atgan chog'da anandikan bu main activity'ning ustida yana start work qilib biz banding qildik. Demak, bu bir sishungan bo'lib qoldi, bo'lib qoldi. Undan sonra biz bu yerda faqat shu banding qilgan chog'da, biz shuni to'xtatib etsak, undan boshqa biz bir qism yerlikini to'xtatib etdilar. Bu administrativ bo'lg'achqa haqiqatan activity'ni qo'zg'atib biz faqat push kelgan chog'da biz activity'ni qo'zg'atsak bo'ladi. Bundan sonra to'xtatib etgandan keyin qayta ijro qilamiz. To'xtatib etgandan qayta ijro qilamiz. Endi qaraymansa normal chekingan. Bundan sonra ijro qilgandan keyin pushni yana bir yo'llaydi. Endi burun qo'yilgan pushlarni qanday ko'ramiz degan joyda bu yerdan cho'ngan telefon qilib bu yerdan to'sonlaydi degandan bilsak, bu yerdan shuni cho'nfoq qilsak bo'ladi. Endi olsam cho'nfoq qilib qaraydigan bo'lsak, buni topshirib oldi, Mana qaraydigan bo'lsak, buni topshirib oldi, bu topshirib oldi. Endi normal topshirib oldi degan so'z, Ba'zan shuni chekkan chog'da yana bizniki main activity qo'zg'atdi, Bundan sonra biz yerda boshqa bir activity'ni qo'zg'atdik. Bundan sonra yerda my push activity degan, my push activity degan. Extended activity degan. Mungkin yerga uncreate deb Miyadan da intentdan kelgan bir qism uchurlarni ifodalaydi. Bizda string k intent there get intent there get string extra k deb qo'yamiz. K deb portal nazim yo'llaydi. Undan keyin yerga text view tv new text view TV niki if k bo'lgan null bo'lib qolsa, TV niki text push message k deb qo'yamiz. Push message case biz topshirgan case null else TV niki text k is null deb qo'yamiz. K is null. And also set content view and you get TV that is content view ni veriyor. Belki bu activity'ni biz çok özümüzdeki activity'ni yapmak gerekiyor. Karaydanımız yok. Activity izmanı. My push activity yapılıyor. Ondan başka bizim yerde bir kullanımda olsa K'ni bizim de olsa yerden farklı biz K'ni bir yakıt koyalım. K'ga mesela 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 koyalım. K'ga mı? 8 koyalım. Ondan olsa biz K'ni kanda alımız. K'ni kanda evet bizim activity var. Mesela ben bir yerden my push activity olan
Dolayısıyla men bu yerden qarayamsak string content deydi. Contentni biz bu yerda topshirib olgan chog'da bir ta JSON shaklida keldi degan ekan. Bu yerda qaraydigan bo'lsak buni my key deb qo'yibdi. Biz unda olsa biz bunga key deb qo'yaylik. Key deb qo'yaylik. Unda olsa key bo'lsin. Nima? Key bo'lgandan keyin agarda niyaga bo'lsa message strings ham agarda null bo'lmay qolsa ma'lum bo'lsin else unda bo'lmay qolsa men niyaga aytuvchi bo'lsa message strings null deb qo'yaman. Message strings null deb aniqlayotgan ekan. Bu yerdan agarda keyni ilib mana keyni ilib keyniki valuesini bizning badimiz. Unda olsa men bu yerda content deganki key keldi. Nima? Unda olsa if content bundan null bo'lib qolsa nima? Unda olsa intentga put extra key nima? Key content deb beraylik. Yani shu usulda bahset niyadagi key o'xshashamiz. Unda olsa men buni oldindan bir ijro qilaman. Ikisiga ijro qilib her ikisiga ijro qilib bo'lgandan keyin ana hello worlddan chiqib ketgandan keyin men ma'ni key shunaqa 1 2 3 4 5 6 7 8 unda olsa biz fason qildi. Fason qilgandan keyin qaraydigansak buni topshirib oldi. Topshirib oldi. Chekkandan keyin qaraydigansak yana hello world dedi. Yana hello world dedi. To'xtala. Push dedi. Push activity dedi. Push activity'da activity'ni qo'zg'atib yig'lam nima yo'q. Key is now stored there. Set content to you and push activity. Push activity. Click diyoruz. Click. Bütün doğru oldu çünkü. Biraz yeni bir nöbetliğe manuel flashing koyup clicked on message topshirib oldi. Keyingi ham shu deydi. Taq chekkan chog'da bo'lsa mishga biz taq chekkan chog'da on message qilmaydi. Chunki o'sha taq chekkan chog'da o'zbek bo'ladi. Çıktı ya belki falan. Yine yeni bir tüm patlayalım. Push message came now.
sizlar biraqli keyni, biraqli content keyni, biraqli tüketib bizga. Emniyetten bir şey bizniki emniyetten bir şey tanışıklık mesele diyen söze, tanışıklık mesele diyen söze. Hem de mışına işine obdarak tadqiq qilib ko'rib baxsan bulduğun söze. Hem de bir yerden hem de tüyson şu edi, tüyson şu 5 deydi. 5 deydi. Bununki dağda şu seçip geliyor. Yani tüyson şu degende ama 5 degene belki to'g'ri olmasligi mumkin ya buniki ham. Ama dağda şu hazırlanıp to'g'ri ish qiladi. Bundan boshqa endi niyada shanshisida niyalarga bodi qanchakadan ko'rdiganligimiz ko'rgizdi. Ben Beydon'daki Tüyson'daki yine tavsiye qilishlik sebebi bu anda nimagadan bilan bir kuchli shirkat bu tashuvda eng kuchli shirkat bu. Endi buniki nurg'un yo'l qo'ygan narsalarni nurg'un o'ngshaydigan narsalarni nurg'un degan so'z. Buni texnik haqiqatan kuchli. Shuning uchun buniki endi yo'ldan qolgan chog'da kerak shu Beydon'nikini kerak yaxshi bo'lgan. İşletişini tavsiye qilaman. Endi ma'nan qarab olsak bu endi bu fumeti deb qo'yadi, bu fumeti deb qo'yadi. Buni ham endi yo'llarga olsak endi. Qarab olsak mana dengi shaharlarda bir şey chiqib degan so'z. Uyg'urchani yozsak, Uyg'ur chiqib degan so'z. Mesela men nega Uyg'urcha baqay. Uyg'urcha yozsak, Uyg'ur chiqib degan so'z. Yani nega temisini yozib bosim qilsak qilsak mana endi buni o'zingizlar tahlil qilsam bo'ldingiz. Endi ma'no oddiy bir qushlar bunaqa bizishni yozdi. Bu moddiy bir qush. Endi bugungi paydo qush to'g'riliq so'zlaydiganimiz nechinchi ekan?